Mana aziz do'stlarim, bugun parkovkada turibmiz. Mana shu hammasi O'zbekistonga Pomir tog'larigacha borishar ekan. Xiva, Samarqand, Buxoro, Qirg'izistondan keyin Pomir tog'iga borishar ekan. Mana ko'rsalaring, bizadan salom aytib qo'yinglar bularga. Bitta parkovkada turibmiz. Fransiyalik bular bitta gruppa bo'lib, hammalari borishmoqchi. Mana turishibdi. You drive to Pami Highway? Yes. Uzbekistan? Uzbekistan. Tajikistan? Kyrgyzstan? Mana Qozog'iston? Mana Mongiston? Yes. Mana ko'rsalaring, yordam berib, qo'llab-quvvatlasalaring, turistlar ko'payib boraveradi bizga tarafda. Bularning ham kanallari bor ekan, nakleyka berishdi. Mana bu mashina, ana arkadagi qaro mashina. Bizlar bularni nakleykalarni o'zimizni mashinaga yopishtiramiz. Mana kimga qiziq bo'lsa, fransuz tilida bo'lsa kerak bularniki. Mana shunday yopishtirdim. Fransuzlarga mana bepul reklama qilib beramiz biz. Ish qilib shu bizani O'rta Osiyoni turistlari ko'paysa, hayot yaxshi bo'lsa, biz ham shu yoqqa borib yashasak ona yurtimizga. Yutuq bizaniki. Qani ushlab olajon buni. Buni baqa yopishtiramiz pastiga mana. Mana aziz do'stlar. Abi tepada bo'lsa bizaniki.